Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Avtori Ehson Abdulquddus, Misr. 12-bob. Bu oiladagi hammasi o'z hujralariga kirib yetib qoldi. Ularning İbrahim bu uyda turgan 4 kundan beri jiddilashib ketgan nervalari bo'shashgandek bo'ldi. Har kim mushaqqatlik, mushkul uzun safardan omon eson qaytib kelgandek, shundaqla kasalning xatarlik bosqichi o'tib ketib, yaxshilanishga mangandek bir xil yeniklik his qilishatdi. Bu hissiyat boshqa har qanday hissiyotga o'xshashmaydi. Bovay to'g'risiga qarab kulimsirab yotatdi. Uning nafas elishlari joyida. Ko'nglida faxrlanish tuyg'usi, oilani xavf-xatardan omon saqlab qolgan oila boshlig'ida bo'ladigan tuyg'u edi. Bovay 4 kundan buyanqi ishni eslab, o'zi va oilasining nihoyatda cho'ng xavfni beshidan kechirganligini aniq bildi. Xushallik ichida o'ziga hayron bo'ldi. Tova, u qandoqsiga mundaq cho'ng xavfga tavakkul qildi endi. Balki u chaqda bu ishda qanchalik xavf borligini bilmagandi. Demisimi, u vaqtda bovay ko'p o'ylanmagan. Ahvolni to'liq mo'ljarlamagan. İbrahimni uyida faqat bir xil hissiyotning turtkisida turg'izgan. Bu balki hissdoshlik, mardlik yoki vatanparvarlik hissiyoti bo'lishi mumkin. Shundaq bo'lg'achqa u o'zining qanday xatarlarga yo'liqadiganligini o'ylab yetmagan. U faqat İbrahim uyga o'rinlashgan. Radiodan hukumatning İbrahimni tutib berganlarga 5000 fond sterling in'om beramiz. Uning ketishiga yordam qiluvchilarni qattiq jazolaymiz degan farmonini anglagandan keyinla ishning xatarlik ekanligini bildi. Biroq u xatardan qutulishga chora qilmay, boshqa kelganda botir degandek ish ko'rdi. Uni, oilasini Xudoyim qutuldirib oldi. Xudoyim. Bovay o'zining qibliga qarab yotganligini sezib, ichida Alloh taologa shukr sano aytdi. Alhamdulillah. İltifatingga rahmat. Ah, shafqati ulug' Alloh. Shundaqdimi bovay ko'nglidagi faxrlanish tuyg'usini bosolmadi. U İbrahimning turmadan qochganligini, hukumatning uni izlab yurganligini bilib turib uyda panohlantirdi. İn'om elishni xiyoliga keltirmadi. Turmaga solunish xavfigimi pisand qilmadi. Abdulhamdiyning yuzsizlik qilib tahdid selishlariga bir xil chora tadbirlar bilan taqobil turdi. Shundoq ekan, qandoqmi faxrlanmay tura olsin? U faxrlanmay kim faxrlansin? U azaldan vatanparvar harakatlarni kuzatib kelgan. Qatnashib baxmagan. To'g'ri, u Zuglulning nutqlarini yodlagan. Ammo xizmatdoshlari bilan muzokaralashganda foydalanish uchunla shundoq qilgan. U gazetlarga besilgan vatanparvarlik haqidagi voqealarga alohida diqqat qiladi. Har xil farazlarni qiladi. Ammo bularni faqatla oshkorlamaydi va ijro qilmaydi. U Hafiz İbrahim va Shavqi. Bu Hafiz İbrahim va Shavqilar Misrning mashhur yaqinqi zamon vatanparvar shoirlari. Hafiz İbrahim Nil daryosining shoiri. Keyin Shavqi she'r podshohi deb sharaflik nom olgan debdi. Shavqilarning she'rlarini o'qigan, vatanparvar yozuvchilarning maqolalarini ko'rgan. Bu she'r maqolalarda ko'nglidagi gaplar aytilganligini his qilgan, lekin teshiga chiqarmagan. Boshqalarning ifodalab berishi, yezib berishi, boshqalarning inqilob qilishi, qurbon berishlari bilanla qanoatlanib qolgan edi. Biror harakatning aktivi, passivi bo'ladi. Harakat qiladiganini va qarab turadiganini bo'ladi. U hozir vatanparvarlikda namoyishga qatnashganlardan, yozuvchilardan, hatto inqilobiy qurbonlardan qilishmaydi. Mana fursat keldi. U buni tamoman qiladi. Shundoq ekan, buni yoshirib nima qilsin?
u qandaqmı fəxrlənməy, məmnun bolmay tura alısın. Bovayning ko'ngli bo'lakchila yayrab ketdi. U xotini tarafga o'rildi. Xotini uningga dumbisini qilib yotatdi. U xotinini o'zidek yaxshi eri bo'lganligi uchun tabriklamoqchi bo'lgandek, uning to'lgan badaniga qarab kulib qo'ydi. Mo'may bugungi ishni o'ylamaydi. İbrahimni xiyolidan butunlay chiqargan edi. Chunki u necha kunlar turib ketgan mehmonda. İbrahimning kelishi bilan paydo bo'lgan qiyinchilik, xavf-xatar hamda vahima mana bugun yo'qoldi. Endi uning ko'ngli joyiga tushdi. Mo'may atda nima ishlarni qilish xususida bosh qotirsizlar bo'ldi-ku. U atda uyni ravros tozalash, derizlarni ochib, kirliklarni almashtirish, ishik baqar aliga gilamlarni qoqtirishni ko'ngliga pukdi. To'satdan bir ish esiga keldi-da, past ovozda: "Dadisi, uxlab qoldingmi?" dedi. Bovaymi o'xshashla past ovoz bilan javob berdi: "Yo'q, uxlamadim. Ata saniyani chaqirtib kelaymikin deyman. Hayitqa oz qoldi. Ishlarga uningdan boshqa hech kim yetisholmaydi." "Mayli", dedi bovay kulib. Biroq opsi uni boshqalarga berayotganmidi? U ochko'z ayol saqlab turolmaydi. U bizdek yaxshi oilani, sendek yaxshi mo'mayni nerdan topalaydi? Dedi bovay kulib. Mo'may kulib ketdi. Keyin xo'shallik ichida ko'zlarini yumdi. Uzun o'tmayla xo'rak tortib uxlab ketdi. Bovaymi ko'zini yumdi, ammo darrov yana ko'zini ochdi. Chunki ko'ngliga o'g'lining ishlari kelib, uni beoram qilgan edi. Muhit İbrahim boshlagan yo'lda mengiverami? Boshqalarga o'xshash siyosiy harakatlarga qatnashib, yoshirin o'ltirishdek ishlarga aralashib qolarmi? Namoyishlarga qatnashsa yaralanib qolarmi? Yoki uning jasadini xalqlar ko'tarib kelarmi? U turmigimi tushib qolarmi? Ha? İbrahimga o'xshash hukumatning qo'lga ilishidan qochib yurarmi? Yo'q, undaq bo'lmaydi. Lekin Muhit uningdan yoshirincha maktabda İbrahimning og'inisi bilan ko'rishibdi. Ular bilan qichish ishini so'zlashibdi emasmi? Bu o'g'lining tunji qatim qilgan ishini dadasidan yoshirishi edi. Bovay burun o'g'li nima qilyotdi, nimalarni o'ylayotdi, hammani bilib turardi. Ammo hozir o'g'li boshqalar bilan uchrashganligini uningdan yoshiribdi. U yana nima ishlarni yoshirgandi? Keyin yana nima ishlarni yoshira? Kim biladi? İbrahim yana uningga qandaq nimalarni o'gitib qo'ydi. Ular balki aloqalashib turishga kelishgandi. Yo'q, bo'lmaydi. Undaq qilishga hargiz bo'lmaydi. U o'g'lining kelajagini puxta o'rinlashtirib qo'ygan. O'g'lini hargiz mayliga qo'yib etmaydi. Bu yil o'g'li bakalavrlik unvonini oladi. Ondan maktabda qilib assistant bo'ladi. Buningdan chatoq chiqsa bo'lmaydi. U İbrahimning o'g'liga bergan yomon ta'sirini butunlay tugitadi. U İbrahimni o'g'limni o'ziga tortsin deb turg'izgan emas. U nimishqa do'tlik qilib İbrahimni Muhitning yeniga o'rinlashtirgandi. Bu o'g'lining yeniga bir botilka zaharlik dori qo'yib qo'ygandek ish emasmi? Ular nimalarni so'zlashgandi? Albatta siyosiy gaplarni qildi-da. İbrahim cho'qim Muhitga qahramonlik xon xiyolini singdirdi va tantaklarcha, bolalarcha harakat qilishni o'rgatdi. Biroq Muhit kallasi bor bola. Bovay o'g'lini obdan biladi. U o'ng'ayla xalqning kayniga kirib ketmaydi. Texi ulguraman. Muhit bilan obdan so'zlashish kerak. Atila so'zlashay. Yo'q, zo'rlikdan keyinla so'zlashay. O'g'limga obdaroq ko'z quloq bo'lay. U tugatsa bo'lmaydi. Bovay uxlamoqchi bo'lib ko'zini yumdi-yu uxlay olmadi. Shunga u zo'rlik vaqti bo'lishini kutib yotdi. İbrahim ketgashga karvat Muhitga behla keng bilindi. U uxlay olmay o'tgan 4 kunni qayta esladi. Bularni o'ylamay deb dars tayyorlab baxmoqchi bo'ldi. Ammo bu ishlar kitobdan chiqayotgandek ko'z oldiga kelib oldi. Oxiri kitobni yopdi. Uxlay olmagan bilan uningda ansizlik,
bu bir necha kundan beri oromida qo'ymagan vahima, g'azab allaqayoqlargadir yo'qolgan edi. U xavf xatarni esiga olmay o'tganga salovat qilyapti. Tova, qahramonlik deganmi qaltis bo'ladi ekan. Ish vujudga chiqqandan keyin jami xavf xatarni butunlay unutadigan gap ekan. Bu xuddi onaning tug'ib bo'lgandan keyin tug'utda tortgan ochiq to'lg'oq azobini unutib, yana tug'ishni orzu qilganidek ish ekan. Bola tug'ish qahramoni ish. Ona qahramon. Muhit o'zining bu falsafaviy fikridan mamnun bo'lib kuldi. Onunda qahramonlarga xos iftixorlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Savoqdoshlari uningmi qahramon ekanligini, Ibrohimni hukumat tutimiz deb yurganda uning yoshirib qo'yganligini bilishidi. Shundoq kun kelami? U savoqdoshlarining o'zini o'rib olganligini ko'rgandek bo'ldi. Mana u savoqdoshlariga bo'lib o'tgan ishlarni oz-to'la ko'ptirib so'zlab bermoqda. Savoqdoshlari uningga olqish yangratdi. Uni egiz ko'tarib olishdi. Ularning ba'zilarini o to'naydi, ba'zilarini to'nimaydi. Savoqdoshlari maktabimizning qahramoni Muhitga salom deb tovlashmoqda. Bu xiyollar bilan mast bo'lgan Muhitning og'zi quliqiga yetdi. Shuncha ko'p odamning olqishidan hayajonlangandek yuragi dupildab so'qib ketdi va savoqdoshlari uni korvati bilan ko'tarib ketgandek bo'ldi. Birdinla u esini yig'ib oldi. Bu xiyollardan qo'rqib, yo'q, savoqdoshlarim hech nima bilmasligi kerak deb o'yladi. Ular bilsa hukumatmi biladi. U qo'lga ilinadi, turmaga solinadi. Yo'q, u turmaga tushishni xohlamaydi. U turmaga tushmaydi. Savoqdoshlariga u hech nimani aytmaydi. Uningga savoqdoshlarining olqishi kerak emas. Bo'ldi. Uni ko'tirmayli qo'ysin. Ismini atab shuar tovlamasin. Chunki u turmaga solinishni xohlamaydi. Birozdan keyin uning xiyol qushi yiroqlarga parvoz qilishga boshladi. Yondagi uyda og'aч singillar yotadi. Naval ko'zini yumib, xiyol daryosida uzatdi. Xiyolida yomg'irdan keyingi sap ochiq havo, qushlarning sho'x navosi, gullarning xush puruqiga to'lgan manzara namoyon bo'ladi. Ofislar kiyimidagi Ibrohim uning xiyol ekranidan birdammo nere ketmedi. U dushanba kuni bo'ladigan ishlarni o'yladi. Dushanba kuni u Abdul Miniim maydonida Ibrohim bilan uchrashdi. Shu an maydonning manzarasi Navalning ko'z oldiga keldi. U maydonning o'ttirisida atrofga qarab Ibrohimni saqlab turgan o'zini ko'rgandek bo'ldi. U qandoq ko'ngla kiysi bo'lar? Zig'ir rangdimi? Yo'q, oqni kiysin. Qo'liga oq balay kiyib, oq sumka ko'tarib olsin. Yo'q, qora sumka ko'tarib, qora to'play kiysi yaxshi. Mana oq ko'ngla kiygan Naval maydonning o'ttirisida Ibrohimni saqlamoqda. Voy, ana Ibrohim Abdul Miniim ko'chasidan kelyotdi. U heliqi ofitser kiyimida, qora ko'zoynak taqvapti tehi. U kelibla Naval bilan qo'l ilishdi. Ondan ikkaylan maydondan chiqib, bir tar ko'chada mengishdi. Yo'q, u bir mashinani haydab keldi. Mashina Navalning oldiga kelib to'xtadi. Ibrohim Navalga qarab kulimsiradi. Naval uning yeniga chiqib, o'ltiraymi, o'ltirmaymi deb birdam orasoldi bo'ldi. Agar u chiqib o'ltirsa, Ibrohim qandoq o'ylab qolar? Uni tantak ekan dermi? Yo'q. Ibrohim undaq odam emas. Undaq o'ylamaydi. Mana u Ibrohimning gepiga kirib, uning yenida o'ltirdi. Mashina mangdi. Uchqandek mingib, Navalni yiroqlarga elib ketdi. Tuyuqsizdan mashina to'xtab qoldi. U yerda birmi odam yo'q. Hatto zaminmi yo'q. Mashina ko'kda muallaq turgandek edi. Ibrohim Naval bilan paranglashdi. To'yning gapini chiqardi. Bir chaqda dadasi paydo bo'lib qoldi. Dadasi bu to'yga qo'shilarmi? Naval dadasini beshini chayqab qo'shilmagandek tasavvur qilib, ixtiyorsiz qo'shimisini turdi. Orqadanlar yana tatliq kulimsiradi. Chunki u dadasining oq ko'ngil ekanligiga, oxir qo'shiladiganligiga ishonadi. Naval ana shunda xiyollarni qiladi. Ko'z oldidagi manzaralar o'zgarib turadi.
u Qur'oni Karim va Ibrohim xat yozgan qog'oz silingan kichikgina qutini ching siqimdab olgan. Xuddi Ibrohimnimi qutiga qochilib olgandek yuragiga chaplab yotatdi. Samiyaning ovozi uni xiyol ilkidan qutuldirdi. Naval, sen nimalarni o'ylayapsan? Seningcha Ibrohim hozir nerdadir? Dedi shu an Naval. G'am qilma, bundaq odamlardan andish qilish hojatsiz, dedi Samiya singlisiga tasalli berib. Oji singil jim bo'ldi. Mening nima o'ylayotganligimni bilamsan? Abdulhamdi Ibrohimning chiqib ketganligini bilsa, cho'qim sarang bo'lib qoladi. Uning shu aptini bir ko'gim bor, dedi Samiya yana. Naval hadisining shundoq degini bilan amaliyotda unda qilmaydiganligini obdan bilatdi. Shunga u sarang bo'lib qolmaydi, hech qanday ish bo'lmaydi. Hammamiz o'z tursak, dedi. Samiya singlisining so'zini anglamagandek so'radi. Seningcha u ati kelsa dadam haydayotami? Meningcha haydayotmaydi. Nimishqa haydayotadi ekan? Samiya jim bo'ldi. Xiyoli Abdulhamdiga ketdi. Ibrohim bu uydan ketgandan beri Abdulhamdi uning xiyolidan chiqmayotdi. Uningga go'yo uydan Ibrohim emas, balki Abdulhamdi chiqib ketgandek. U endi Samiyaning turmushidan yo'qolib ketgandek, uni izlamaydigandek, uning bilan to'y qilaman demaydigandek bilinadi. Dadasi uni haydavatsa, Samiyaning hayoti yana o'lik suvdek o'tadi. Keyin uni tushigimi kirmaydigan odamlarga so'rab elchilar keladi. Ularning ichida Samiyaning shuhratparastligini qondirib, balalik vaqtini qizlik hayoti bilan bog'laydigan odam yo'q. U baxtli bo'lolmaydi. Nimishqa endi? Uning orzusi shu-ku. U Abdulhamdini ko'zim ko'rmasin deydi-ku. Bunisi rost. Ammo u Abdulhamdining o'z turmushidan yiroqlab ketishni xohlamaydi. Ibrohim uydan chiqib ketganda u singlisi bilan billa yig'lab ketdi. Ibrohim uchun emas, balki Abdulhamdi uchun yosh to'kkanligi o'ziga ayon edi. Samiya chigish xiyollarni o'zidan neri qilib pichirlab so'radi. Seningcha Abdulhamdi qandoq qila? U singlisining Abdulhamdi bir amal qilib sen bilan to'y qiladi deyishini umid qilgan edi. Ammo Naval boshqachalar javob berdi. Meningcha u hech narsa qilmaydi. U nima qila oladi? Samiya yanala umid bilan so'radi. Aytqana, bizning Ibrohimni ketkizayotganligimizni, uni aldab qo'yganligimizni bilsa, u jim turami? Naval hadisiga o'rilib mehribonlik bilan. Samiya, qarag'ina, men Abdulhamdini yana burunqidakla yaxshi Sen Abdulhamdini yana burunqidakla yaxshi ko'rdi ekansa, ha? Dedi kulib. Samiya o'z sirini yoshirmoqchi bo'lib terikdi. Yo'q gapni qilmay, uyqungni uxlig'ina. Samiya darrov singlisiga do'mbisini qilib, xuddi o'z muhabbatini va muhabbatlik yuragini yoshirib qo'ymoqchi bo'lgandek yotqonga chim cho'mkaldi. Naval yana xiyolga patdi. Ko'z oldida har xil manzaralar paydo bo'lishga boshladi. Ko'zlari chaqnadi. Miyiqida yiqimliq tabassum jilva qildi. Qo'ng'iroqliq soat jiringladi. Zuhurliq vaqti bo'lgan edi. Mo'may uyg'ondi, ammo ko'zini ochmay. Dadasi, hey dadasi, zuhurliq vaqti bo'ldi, deb tovladi. Birdan jim yetib yana tovladi. Dadasi, qo'psila. Dadasi, hey, tez qo'psila. Zuhurliq vaqti bo'ldi. Sen berib tomoqni isitqin, men birdam yetib olay, dedi buvay uyg'onib. Mo'may ko'zini ochmayla, erinibgina o'rnidan turdi. Ondan ostan ko'zini ichib, karvatdan tushdi. Viyay, nima bo'lgan dema, butun badanim yengli sanjigandek og'rib ketyotdi, dedi u. Mo'may eg'ir qadam tashlab, qizdir yotgan uyga berib, eshikni chekdi. Uy ichidan Navalning ovozi anglandi. Uyg'ondiq apa. Mo'may boshqa gap qilmay oshxonaga kirdi. U behla beoram bo'layotqachqimikin o'rindiqda o'ltirib o't yoqdi va o'choqqa tamoqni qo'ydi.
Uzun o'tmay hamma uyg'ondi va yig'ilib zo'g'irliq yeyishga boshladi. Ular tamoqni majburiyat yuzasidanla yeyotgandek yeydi. Hech kim İbrahim to'g'riliq gap ochmadi. Muhit meva sharbatini ichib bo'lib o'rnidan turdi. Bovay go'yo uxlash vaqtini elishqa ko'zi qiymagandek o'g'ilga qarab sal ikkilandi. Ondan Muhit, to'xta, sana gapim bor, dedi. Muhit sual nazarda dadasiga qarab qo'yib, o'rniga o'ltirdi. Qizlar bir-biriga qarshi bilib, o'rnidan qo'zg'aldi. Ikkinglar taxsilarni sug'ichlab qo'yinglar. Atdiganlikka yumoq oson bo'ladi, dedi Mo'may ularni haydagandek. Och singillar chiqib ketishdi. Mo'may tortib qo'yib, qizlarning kaynidan chiqdi. Muhit qani gap qilsizlar degandek dadasiga qaradi. Bovay chinidagi meva sharbatini bir so'mirib etib, tamkin holda "Manga sen İbrahimning do'sti bilan qandoq uchrashganligingni aytib berding-ku? Qandoq uchrashganligingni aytib bermeding-ku?" dedi. Muhit ko'zaynikim tushib ketmasin degandek ixtiyorsiz ko'zaynikini besib qo'ydi-da, beshini selib ustalga qarab o'ltirdi. U dadasining bu ishni so'raydiganligini pamlagan, ammo hozir so'raydiganligini xiyoliga keltirmagan edi. Maktabda İbrahimning og'inlarining biriga uchrab qilib, uningga İbrahimning bir qor ofitser kiyimi so'rganligini, mashina akilib, meni saqlasin deganligini aytib qo'ydim, dedi Muhit past ovoz bilan. Bovay uning so'zini bo'lib o'tdi. U İbrahimning nada yo'shinganligini so'rmadimi? So'radi. Men buni aytolmayman dedim. Dedi Muhit darhol. Shundoq desang, u ishondimi? Muhit ishning sal chatoq bo'layotganligini sezdi. Ha, u ortiq gap qilmadi. Harbiy kiyimni uningdan qandoq akelding? Atsi uning bilan maktab sirtida uchrashib akeldim. Muhit aytayotgan yolg'on gaplarini ichiga singdirib etmoqchi bo'lgandek tükürkini yutdi. Dadasi o'g'lining ko'zlariga tikilib so'radi. Sizlarni biror odamning kuzatmaganligini qandoq bilasizlar? Ish 1 minutda bitdi. Bovay o'g'lini do'tlik qilibsan deb ayblagandek jim bo'ldi. Keyin zardi bilan berishdan burun menga nimishqa aytmading, dedi. Muhit sal voduqdi. Dadasiga qaramay turib, "Silini ovora qilmay dedim", dedi. "Meni ovora qilg'izmay deydigan boshqa ishingmi bormi?" dedi Bovay ta'na qilib. "Yo'q dada, rost. İbrahim bilan nima maslahatlarni qilishding? Kim biladi?" Muhit javob bermadi. "Nima deb gap qilmaysa?" Bovay ochiqlandi. "Hech nimani maslahatlashmadik. Silidan yo'shiradigan hech ish yo'q", dedi Muhit tasda. Bovay o'g'liga qarab bir oz turdi. Ondan o'zini tutib olgan qiyofatda. "Muhit, quloq sol. İbrahimni uyimizda turg'izganligim, siyosiyga aralashganligim emas. Seningmi siyosiyga aralashishingga ruxsat qilmayman. U bizdan yordam talab qildi. Shunga uni qutuldirib oldik. Biz uningga o'xshamaymiz. U qilgan ishlarni biz qila olmaymiz." "Bildingmi?" dedi. "Bildim dada. Maktab bitirishingga 2 oy qoldi. Uningdan keyin nima qilsang ixtiyoring. Biroq maktabni bitirishdan burun men sana ega İbrahimning og'inlari bilan bordi keldi qilmaslikqa, mendan yo'shirin ish qilmaslikqa va'da ber." Muhit bu suhbatni tugatishga oldirdi. "Dada, va'da beray." "Nimaga va'da berasan? Har qanday ishni silidan yo'shirmaslikqa, siyosiyga aralashmaslikqa, İbrahimning og'inlari bilan bordi keldi qilmaslikqa va'da beraman." Bovay o'g'lini o'zining ishonchisi bilan tutib turmoqchi bo'lib, "Sen azimat, gapingga ishonaman", dedi va o'rnidan turdi. "Berib uxlag'in." Bovay hujrasiga mangdi. Muhitmi chiqib ketdi. 12-bob tugadi.